Ko'zimizni yumamiz. Umuman hech kim xalaqit qilmasin. Hamma shu paytgacha bo'lgan xayol fikrlarni qo'yib yuboringlar, uzilinglar. Keyin sizlar bilan gaplashaman deylar. Nobod alg'u fikrlar kelaversa, hozir chuqur nafas olib nafas chiqarib, xayolan tasavvur qilinglar, chuqur nafas olinglar. Har nafas olganingizda butun dunyoning go'zalliklari, baxt, omad, xursandchilik, shartsiz sevgi, beminnat mehr, muhabbat, Allohning mo'jizalari shu nafas, shu kislorod bilan birga butun tana a'zoyingizga kirayotganini his qiling. Chuqur nafas oling. Nafas chiqarayotganingizda esa tug'ilganingizdan to shu bugun shu ongacha bo'lgan g'azab, alam, nafrat, xafachiliklar, aybdorlik, gunohkorlik, qo'rquvlar, vahima, har xil fobiyalar, yaxshi emas holatlar shunchaki chiqib ketsin. Ruxsat beravering. 3 marta takrorlang. Ichingizda men ruxsat beraman. O'zingizga ham ruxsat bering. Men Muqaddasxon ongos bilan ishlovchi mutaxassis, siz bilan ishlashimga mana shu insonni Alloh tarafdan berilgan yaxshi emas sinovlaridan qutulishga mana shu seans hozir shu yerda shu onda siz bilan qilishga ruxsat bering. Ruxsat beraman deb takrorlang. Chuqur nafas olib nafas chiqaring. Har nafas olganingizda yana ham bo'shashib, yana ham tinch, yana ham sokin holatga kelayotganingizni shunchaki his qiling. Chuqur nafas olib nafas chiqaring. Chuqur nafas oling, nafas chiqaring. 4 marta nafas olamiz, ushlab turamiz. Nafas chiqaring. Xayolan tasavvur qiling, Allohning ilohiy nurini, buyuk nurini, Allohning rahmat nurini chaqiramiz. His qiling, nurni chaqiramiz. Ya Robbil alamin, Allohimizni chaqiramiz. Nurni menga berilgan sinoving, sani hikmating takrorlang. Allohim, menga bergan sani sinoving, sani hikmating qabul qilaman deb takrorlang. Qabul qilmas ekansiz, bu dunyoda kelayotgan sizga imtihon, sinovlar, shu hozirgi taqdiringizni hech narsa o'zgarmaydi. O'shuning uchun qabul qilaman sinovni takrorlang. Men uni nurga aylantira olaman. Takrorlang 3 martalab. Xayolan tasavvur qiling, yuqoridan Allohning nurini, buyuk nur, Allohning rahmat nurini takrorlang. Allohim, menga bergan sinoving, sani hikmating takrorlang. Men uni nurga aylantiraman. Bizning asliyatimiz nurdan iborat, ruhimiz nurli. Men qiynalishdan, kuch olaman, kuchli bo'la oldingiz, to'g'rimi? Men yiqilishdan qo'rqmayman. Chuqur nafas olib, nafas chiqarib takrorlang. Allohning buyuk nur bilan sizni yo'lingiz yoritib tashlayotganini his qiling. Takrorlang. Nima niyatingiz bo'lsa, hozir aytib oling. O'sha Alloh bergan sinovlarni, imtihonni nurga aylantiramiz. Ko'zingiz oldingizga o'sha hayotingizdagi eng og'ir holatlarni, vaziyatlarni, jarayonlarni olib keling. Uni xohlasangiz qora kapalak, xohlasangiz qora tumanga o'xshab ko'rinsin. Qora tutunmi? Hozir uni ustiga oppoq ilohiy nur, xohlasangiz oltin nur, xohlasangiz oppoq yorug'lik nur tushayotganini his qiling, tasavvur qiling. Bu xuddi o'sha tumana yorqin nurga aylanib sizni kuch bilan, quvvat bilan, qudrat bilan to'ldirayotganini his qiling. Shunchaki tasavvur qiling. Nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasiga ruxsat beravering. Hammasiga. Hozir shu yerda o'shanda hammasini hal qilamiz. Qachongacha negativda yashaysiz, qachongacha qiynalasiz? Qo'lingizni xayolan yuragingiz ustiga qo'ying. Mani sinovim nurga aylandi. Takrorlang. Mani sinovim nurga aylandi. Yo'lim endi nurli, ruhim esa kuchli. Men ilohiy nurman. Nurligingizni his qiling. Butun tana organlaringiz nurli bo'lib ketdi. Men kuchliman. Men barcha sinovlardan yuqoridaman. Sinovlardan o'tib ketdingiz. Nima niyatlaringiz bo'lsa aytib oling. Har bitta og'riqlaringiz kuchli nurga aylanayotgan bu imkoniyat bajaring. Shunaqa ham zo'r. His qiling.
ruhiy qiyinchiliklar orqali yop-yorug' nurga aylanayotganini his qiling. Endi har doim o'sib rivojlanayotganingiz, muvaffaqiyatli, omadli, boy-badavlat, nima xohlasangiz hammasi chiroyli, shaxsiy ruhiy rivoj yo'lida chiroyli holatda o'sayotganingizni his qiling. Qalbingizdagi o'sha og'ir vaziyatlaringizni eslab, uni chiroyli holatda, kerak bo'lsa olovda, kerak bo'lsa o'sha nurda erib qiyinchiliklaringiz yo'q bo'lib, oppoq oltin nurga aylanayotganini ko'ra oling. Oltin nur shu qiyinchilikda chiqib, ko'kragingizdan butun tanangizga taralib, oppoq nurga aylanib, siz kuchli, nurli bo'lganingizni his qiling. Va albatta yagona yaratuvchimiz Robbimiz Allohga va albatta sababchisi man Muqaddasxonga ham minnatdorchilik bildiring. Sinovlar bor joyda siz ko'tarilayotganingizni his qiling, nurga aylanayotganingizni his qiling. Minnatdorman deb takrorlang, tashakkur bildiring. Allohga hamd va sanolar ayting. Alhamdulillah ya robbil alamin. Sinovlarda biz yengil bo'lamiz, toblanamiz. Ruhiy himoyaga o'tamiz. Bu kuch beradi bizga. Allohning kuchi, quvvati, qudrati biza bilan bo'ladi. His qiling, ilohiy nurda himoyadaligingizni his qiling. Chuqur nafas olib, nafas chiqarib, ana endi hozir shu yerga shu onga qayting, ko'zingizni oching.